Assalomu alaykum barchaga. Bu videoda men o'zim ishlab chiqqan maxsus yordamchi robotni ko'rsatmoqchiman. Bu robot narx siz kutgan joyga kelganda darhol Telegramga xabar yuboradi. Endi siz oltinga teng vaqtingizni sarflab grafikni kuzatib o'tirishingiz shart emas. Robot sizning o'rningizga hammasini bajaradi. Hozir biz terminalda robot ishini amalda ko'ramiz. Men grafikda liniyalar chizib qo'yaman. Robot doimiy ravishda narxni kuzatadi va narx shu chiziqlarga tekkanda darhol Telegramga xabar yuboradi. Endi grafikni ochamiz hamda Telegramni ochamiz. Mana grafik ochildi, robotimiz o'rnatilgan, yonida Telegram ham ochiq. Endi grafikni analiz qilamiz. Mana bu ikkita knopka bizga ikkita gorizontal liniya beradi. Biron bir darajaga qo'yishimiz uchun mana shu ikkita darajaga qo'ydik va bizga bitta trend liniya kerak hozircha. Mana grafikni analiz qilib oldik. Endi analizni saqlab qo'yish uchun shu screen knopkani bosamiz. Keyin bizning analiz Telegramga saqlab qo'yiladi. Bosdik. Bizning analiz Telegramga yuborildi, saqlab qo'yildi. Bu nimaga kerak? Chunki biz o'z analizimizni qanday ishlaganini oldin va keyin saqlab, har hafta dam olish kunlari o'z strategiyamizni takomillashtirishimiz uchun kerak. Endi narx trend liniyaga yoki gorizontal liniyaga tegishini kutmasdan bu test bo'lganligi uchun uni yaqinlashtiramiz, narxga yaqinlashtiramiz. Mana narx trend liniyaga tegdi va shu zahoti Telegramdan signal keldi. Hech qanday kechikishsiz, aniq va tez. Robot signalda bizga grafikdan skrinshot, juftlik nomi va narxning qayerga tekkani haqida ma'lumot beradi. Bu esa bizga qaror qabul qilishni osonlashtiradi va bizning oltinga teng vaqtimizni tejaydi. Ushbu yordamchini siz bir vaqtning o'zida 20 ta, 30 ta, hattoki 50 ta turli instrumentlarga qo'yishingiz mumkin. Shuningdek, bitta instrumentning bir necha time framelarda ham foydalanishingiz mumkin. Mana hozir M1 time frameda turgan bo'lsa, keyingi grafikni ochib, shu instrumentning, masalan, SM500 ta instrumentda turibdi. H4 time frame yoki H1 time framelarda qo'yib, analiz qilib qo'yishimiz mumkin. Robotda hech qanaqa xatolik yoki kamchilik bo'lmaydi. Bemalol foydalanishimiz mumkin. Bu esa bizga ko'proq signal, kengroq tahlil va bir vaqtning o'zida bir necha time framelardan signal olish imkoniyatini yaratadi. Tak, endi robot parametrlariga kiramiz. Mana robot parametrlariga kirdik. Mana robot parametrlari 100% o'zbek tilida va tushunish qulay. Hozir men bir nechta qulayliklarni tushuntirib o'taman. Demak, boshladik. Mana birinchisi alert, terminalda alert. Masalan, narx trend liniyaga tekkanda Telegramga xabar yuboradi va terminalning o'zida, kompyuterning o'zida ham ovozli va matnli xabar chiqaradi. Mana shu funksiyani yoqib qo'yib, okni bossak bas. Masalan, mana shu holatda. Demak, keyingisi mana bu pastdagi yozuvlarning ranglarini o'zgartirishimiz mumkin. Mana ranglar. Xohlagan, mana shu yerdagi xohlagan rangimizga yoki mana bu yerdan xohlagan rangimizni tanlab o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, ko'k. Mana shu rangga qo'yamiz. Mana yozuv rangi ko'kka o'zgardi yoki mana shu yozuvlarni butunlayga o'chirib qo'yishimiz ham mumkin. Mana yozuvlarimiz butunlay o'chdi. Demak, robotda yana bir qancha parametrlar bor. Ularni o'zimizga qulay tarzda sozlab, bemalol foydalanishimiz mumkin.
nastroykani yopamiz. Endi yana bitta holatni ko'rib chiqamiz. Masalan, biz grafikni analiz qilib qo'yibmiz. Robot ishlab turibdi, lekin terminalni va kompyuterni o'chirib qo'yishimizga to'g'ri keldi. Biroq ishimiz bor, shaxsiy ishimiz bor. Xo'p, bir necha kundan keyin yana kompyuter yoniga keldik va terminalni ochamiz. Bizning analizimiz, liniyalarimiz o'zgarib qolmaydi. Terminalni masalan svernet qilib kompyuterda bemalol boshqa ishlarimizni qilishimiz mumkin. Hozir terminalni 100% ga yopaman. Mana analiz turibdi. Hozir terminalni butunlayga yopaman. Terminal yopildi. Endi terminalni qayta ochaman. Mana analizimiz o'sha holatda turibdi. Liniyalarimiz bor. Robot esa yana ishlashni boshladi, ishlashda davom etmoqda. Shu tarzda siz vaqtni tejaysiz, bozorni doim kuzatib o'tirishdan qutulasiz va eng muhimi, muhim signallarni o'tkazib yubormaysiz. Agar bu robot sizga yoqqan bo'lsa, siz uni 1-2 oyga bemalol sinab ko'rishingiz mumkin. Faqat menga Telegram orqali yozing. Men Telegramimni ko'rsataman. Telegramga poisk bo'limiga kirib, mana shunday deb yozsangiz, mana Jabbor support deb yozsangiz, mana bunday rasmda meni ism-familiyam chiqib keladi. Mana. Keyin men sizga bu robotni beraman va terminalga qanday o'rnatishni ko'rsataman. Bu siz uchun yangi darajadagi qulaylik bo'ladi. Tak, mana bu Telegramimni video ostida qoldiraman. Videoni ko'rganlaringiz uchun hammaga rahmat. Sog' va salomat bo'lasizlar.